Yaşımız yok kadar Zagreba Dehqon filialidamiz. Kreditlar uchun tushuncha berish uchun keldik bu mahallaga. Biron kimga kreditga ehtiyoji bo'lsa, kredit olishga qiziqsa, yo shartlarni bilish, shartlarini haqida qilsalar, bemalol aytaveramiz. Kredit olmoqchi bo'lsalar ham qaysi soha bo'yicha, tadbirkorlik bo'yicha. Bizda chorva kreditlari bor. Yuridiklarga, jismoniylarga. Kimdadir olish istagi bormi yo'qmi? Mikroqarz Mikroqarz. Nechi foizdan bor? Yillik foizi yuridiklarımizga Prezident 312 sonli qaror bilan beriladi 19% yillik. Jismoniy shaklda olinsa 25% olinadi ekan. Jismoniy shaklda olsa 5 yilga beradi, 2 yillik to'lovlar bilan real plastikga tashlab beradi. Qaysi yo'nalish bo'yicha o'zini band qilsa, shu yo'nalish bo'yicha kredit beriladi. Yuridiklarimiz ham 5 yilga 2 yillik to'lovlar bilan beriladi, 19% u kamroq chiqadi. Jismoniylarga qanchagacha beriladi? Jismoniylarga 50 milliongacha maksimum. Bu ijtimoiy yo'nalishga. Bundan boshqa shaxsga beriladigan kreditlarimiz ham bor. Yillik 26, 27, 28%. Ipoteka kreditlarimiz bor. Yosh oilalar uchun ipoteka kreditlari bor. Uni foizi qancha? Uy joy. Uy joyda birlamchisi 17,5%. Birlamchi ipotekalarimiz. Ikkilamchi ipotekalar 25% bankka o'z mablag'lari beriladi 10-15 yilga. Birlamchi ipoteka kreditimiz 20 yilga beriladi. Uy-joy ta'miri uchun ham bor, Ta'mir uchun ham bor. 12 yillik muddatda necha 10 foiz yillik beriladi? muddatda 25%. Unga uyda qanday hujjatlar bo'lishi kerak? Qanaqa ta'mirga muhtoj uylarga berasizlar? O'sha uyingizni masalan nimadir remont eskirgan bo'lib, yangidan remont qilaman desangiz, uyda kadastr hujjatlari, kerakli hujjatlar bor, o'zi beramiz, unga olamiz. 10 yilga beradi, 25%. Bittalar Summasicha? Nechi Qancha? 485 milliongacha beriladi ipotekalar. Eng baland miqdor. Kafil nechta kafil bo'lishi kerak? Shaxsga qarab, shaxs